3 milliy vaflilardan dollar chiqayotgan ekan, eshitdinglarmi? Hosila bilan ochib ko'ramiz. Birinchisidan chiroyli tili chiqdi. Endi ikkinchisini ochib ko'ramiz. Ikkinchisini ochishim bilan ichidan 50 mingtalik pul chiqdi. Haqiqiymikan deb ochib tekshirib oldim. Haqiqiy pul ekan qizlar. Yana ham qiziqib ketib, keyingisini ochishni boshladim. Keyingisini ochishim bilan qizlar ichidan 100 mingtalik chiqdi. Yerdan topsang ham sanab ol deyishgan. Bu haqiqiy ekan. Bunisini ham tekshirib ko'rdim. Shunaqangi qiziqib ketdimki, endi dollar chiqishiga aniq ishonchim komil. Hammasini birin-ketin ochishni boshladim. Keyingilardan bir-biridan chiroyli tililar chiqdi, lekin pul chiqmadi. Uj umidim so'nishni boshladi. Hammasini birin-ketin ochib tashladim. Lekin oxirgacha dollar chiqishiga ishondim. Umidimni so'ndirmadim. Shunaqangi qiziqib ochib tashladimki, korobkalab sotib olishga ham tayyor edim. Payt bittasini ochib qarasam, ichidan qizlar AirPods chiqdi. Orqasida skaner bilan adreslar yozilgan. Borsanglar shundoq berib yuborishadi. Zo'ra qizlar arzimagan pul sarflab 150 ming pul bilan AirPods sotib oldim. Yana kommentariyada ushib tashamanglar qizlar, dollar chiqmadi-yu deb dollarni xo'jayinimdan oldim.